Teknomakondan yangrıgan ünçü sadası. Ümitlik qalblarning o'chmas navosi. Mehirlik dillarning o'rtaq arzusi. Yangi Zelandiyadan anglatilayotgan Uncha programmasi. Assalomu alaykum, mehrli qalbi bilan barchaga nur chashqan aziz anglag'uchilar. Assalomu alaykum, shuncha zo'r jafolarga illiq bir kulimsirash bilan baqqan qadrdonlar. Shuncha uzundan sizlarni kutib bu didor damlarga salomat ulashqanligimizdan intayin xursandmiz. Men riyosatchi do'stinglar Dinzod Bek aziz. Hamisha al xizmatiga tayyor biz. Men sirdishinglar Rana G'upur. Deginimiz intayin to'g'ri. El xizmati haqiqatan har birimizning xizmati. Chunki har birimizga shuncha ulug' miroslarni, eng qimmatli bo'lgan adab, axloq va tarbiyani bergilimi dal xalqimizning ta'limidir. Qo'yiq Uyg'ur madaniyati qadim-qadimdan mashrab o'yinlardimi farzand tarbiyalashni muhim bilgan. Bugungi mazmunlarimizni ilgirgideklar ajdodlarimizning go'zal tavarruklarining iznasi bo'lgan miros sahifasidan boshlamoqchimiz. Diqqatinglarda muxbirimiz Guzalnur Jurat tayyorlagan mashrab o'yinlari to'g'risidagi mazmunlar. Ajdodlar hikmati u mirosdir, miros. Mashrab o'yinlari. Uyg'urlarning mashrab faoliyatlari ko'p xil mazmunlarni o'zida gavdalantirgan universal san'at odati bo'lib, uningda naqsh usuldan tashqari mashrabga jon kirgizadigan xilma-xil xalq o'yinlari bo'ladi. Bu xil o'yinlar shartli holda mashrab faoliyatlarida o'ynalg'ashqa, ular mashrab o'yinlari deb ataladi. Mashrab o'yinlari asosan ikki turkumga bo'linadi. Biri mashrabning belgilik bosqichida o'ynaladigan mashrab mazmuni doirasidagi an'anaviy o'yinlar. Har qanday mashrablar bo'libmi do'lan mashrablarida bir necha dora nag'ma usul qilingandan keyin sozandilar va usulchilarning erib charchashlariga aram berish yuzidan ham mashrabning kayfiyatini texmi jonlantirish uchun yigit beshi tarafidan dara o'yini, pota o'yini, choy tutish o'yini, bit qo'shoq aytish qatorliq o'yinlarni o'rinlashtirdi. Bu o'yinlarning o'ziga xos qoidasi bo'lib, mashrab ahlidan biri boshlab beradi. Uningdan keyin boshlovchi kimni xohlasa, shu kishi maydonga tushib o'yinni davomlashtiradi. Alayliq choy tutish o'yinida A kishi bir piyola sinchayni o'ng qo'liga elib, noit chapdastlik bilan 360 gradus aylantirib chiqqandan keyin biror ko'plik biyit bilan qo'lidagi choyni ko'ngli xohlagan B kishiga tutadi. U kishi tazim bilan piyolani qabul qilib maydonga tushadi hamda A kishi bejirgan tartib bo'yicha piyolani peqirtib bo'lib, biyit bilan 3-chi bir kishiga sunadi. Shunda qilib o'yin davomlashaveradi. Yigit beshi bilan mashrab ahli o'yinga nazoratchilik qiladi. Navoda kimki alqindagi piyolni peqirtish jarayonida choyni to'kivasa, yengilgan hisoblanib jazolanadi. Bu jazo mashrab ahli talab qilgan narsani o'rindash yoki o'zing cham yetishcha biror nomur, ya'ni naqshi aytib berish, biror hayvonni do'rab berish, boshqalarni tabiiy kultiralaydigan biror qiziqchilik qilib berish o'yinlari qatorliqlarni o'rindab berishdan iborat bo'ladi. Shunga mashrabga qatnashganlar quruq qo'l kelmasdan mushundaq ehtimolliklarga idiviy hozirlik ko'rib qo'ydi. Onundan başqa dolan mashrablarida drama xarakterini algan har xil kulkilik o'yinlarmi o'ynaladi. Masalan, o'g'rilikni ayiblaydigan sanduq o'g'risi o'yini, soda karvonlarini do'raydigan to'yga o'yini, mulk amaldorlarni hajviy qiladigan ambal o'yini, axloqsizlarni masxir qiladigan buva, shir, ikki mushukning bas talishi qatorliq komediyelik epizodlarmi o'ynaladi. Mashrab o'yinlarining ikkinchi turkumi jazo o'yinlaridan iborat. Mashrab garchi ixtiyoriy o'tkaziladigan ommaviy faoliyat bo'lsa-mu, qadimdan boshlab uning bir yurish an'anaviy qoida nizomlari bo'lgan. Bu qoida nizomlar mashrabning normal va tartibli bo'lishini kafolatlikka qiladigan mashrab asos qonuni bo'lib, tartibni buzganlar, yigit beshining hukmiga bo'ysunmaganlar va ayollarga adabsizlik qilganlar jazoga tortilgan. Bu jazo mashrab ahlini ham kulkiga soldigan, ham qattiq ibratga ega qildigan samsi yiqish, tamg'i surdini tortish, ikki xotin ilib berish, juvozga qaytish, o'pki qo'yish, mo'nak tugish, bosh tushirish deb atalgan jazo xarakterlik hajviy o'yinlardan iborat. Bu jazo mashrabning qoida nizomlariga xiloflik qilganlar sezilsa, poshshab mashrabning tartib intizomiga mas'ul bo'lg'uchisi naq maydonda yigit beshiga doklad qilgandan keyin yigit besh tarafidan ijro qilinadi. Agar qilmishi og'ir bo'lsa, mashrabdan qo'g'lab chiqaradi.
Мәшрәп жазасыға ұшырғанлар жамаат tərəfindən ayıplanadigan болғашқа, hamma kishi мәшрәпнең an'anaviy qoida nizamlarga аңлык rioya qiladi. Mana bu Uyg'ur мәшрәпләренең uzoq asrlardan buyon izchil davomlashib kelayotganligining sababidir. Demak, Uyg'ur мәшрәпләре ham milliy san'atimizni rivojlantiradigan, ham xalqimizning ko'nglini ko'taradigan, ham adab axloq o'rgatadigan universal maktabdir. Tarım Ğunçiləri. Tarım Ğunçiləri. Tarım Ğunçiləri. Qadrli anlıqçılar, programımız yol qoyulub, mana bugünküçə hər qaysı yurtlarda öz ana tilimiz üçün ba'zi bir kishilarimizdan ko'proq tirishchilik ko'rsatgan farzandlarimizdan ta'sirlanib, biz bilan aloqa qilib, shu farzandlarimiz uchun kuch chiqarayotgan ona til maktab fidoyi o'qituvchilarga ko'p rahmatini bildirgan qarindoshlarimizning rahmatidan va duolaridan ko'p ta'sirlandik. Haqiqatanmi farzandlarning ona tilimizni o'rganishi, qo'g'dishi kimligimizning davomidir. Bu qitimqi Tarım Ğunçiləri sahifamizda Sidney Umid ona til maktabi to'g'risidagi mazmunlar o'z muxbirimiz Güzel Nurjuratning tayyorlashida diqqatinglarda bo'ladi. Til insonning ilkidagi eng qimmatli madaniy meros, eng zo'r boyliqdir. İnsanlar uni o'zlariga cho'nqur sevgi bilan bog'langan qadrlik onasining nomi bilan yug'urib, ona til deb atashadi. Shundaq, har til o'z xalqining onasidir, u shu xalqning dunyoda mavjud bo'lib turishining sababidir. Avstraliyaning Sidney shahrida Salima xonim qatorliq ilmsuyar, ma'rifatparvar Uyg'urlarimiz tarafidan nurg'unlagan ulug' g'oyalarni nishon qilgan holda chet ellardagi chet elliklarning tili bilan cho'ng bo'layotgan Uyg'ur bolalarga ona tilini, milliy kimligini, Uyg'ur madaniyatini va tarixini o'rgatishning zo'r umidi bilan 2006-yili 6-oyning 4-kuni Sidney Umid ona til maktabi qurildi. Sidney Umid ona til maktabi qurilgandan keyingi duch kelgan har turli qiyinchiliklarni Sidneydagi millatparvar ona tilini qo'llovchi va qo'g'dug'uchi fidokorlar ona tiliga bo'lgan yuksak mas'uliyat ro'yining qudrati bilan yengib keldi va 13 yillik musofirni muvaffaqiyatli besib, nurg'unlagan faxrlanarlik, iftixorlanarlik natijalarga erishdi. Sidney Umid ona til maktabining hozir bo'lsa, o'quvchi soni 50 dan oshgan sabiylar sinipi, erkilar sinipi, sarkilar sinipidan iborat 3 sinif va 4 asosiy o'qituvchisi bor va yana qo'shimcha o'qituvchilar to'liq, kuchli bo'lgan maktab ma'muriyatining idorasida muntazam bir o'qitish sistemasiga ega maktab. Va keng jamoatning o'rganish va o'rgatish markazi bo'lib qolmay, millat oldidagi mas'uliyatini tunib yetgan ilg'or yoshlarning fidokorlik bilan xalq uchun xizmat qilishga hozirlangan yaxshi bir sharoit bo'ldi. Qisqagina bir yil vaqt ichida Sidney Umid ona til maktabi o'qitishda zo'r natijalarga erishdi. Maktabning fidokor o'qituvchilarining alohida tirishchanligi va ota-onalarning moslashishi bilan maktabdagi sarkilar sinipining o'quvchilarining saviyasi bir baldoq yuqori o'rlab, ona tilda ravon so'zlab qolmasdan kitob o'qish, xat yozishlardimi alohida ilgariladi. Erkilar va sabiylar sinifidagi o'moqlarmi savodini chiqarib, so'z jumlalarni o'qig'idek saviyaga yetdi. Undan boshqa maktabdagi umoq Uyg'ur qizlarining Sidney shahrida ijilgan Uyg'ur usul sinfida alohida tarbiyalanish bilan birga Sidney shahrida ilib berilgan har qanday tipdagi an'anaviy faoliyatlarda va boshqa millatlarning o'rinlashtirishlik faoliyatlarida ona tilini, madaniyatimizni va urf-odatlarimizni aks ettiradigan nomralar bilan Uyg'ur millatining iftixori bo'lib kelmoqda. Assalomu alaykum muhtaram anglovchilar. Men Sidney Umid ona til maktabining maktab mudiri Abdurim Yasin. Sidney Umid ona til maktabi 2006-yili 6-oyning 4-kuni Sidney shahrida qurilgan. Hozir maktabimizda fidokor o'qituvchilarimizning zo'r kuch chiqarishi, ota-onalarning oilasida moslashib, tan kuch chiqarishi bilan bolalarimizni ona tilini o'rganishga bo'lgan qiziqlik ochdi. Buning natijasida maktabimiz o'qituvchilarda zo'r bo'lgan natijalarni qo'lga keltirdik. Hozir maktabimizda sabiylar sinipi, ona til kuchaytirish sinipi, erkaklar sinipi va sarkilar sinipi deb 4 sinf bor. Har bir sinfda 10 dan ortiq o'quvchi bo'lib, jami 40 dan ortiq o'quvchi o'qiydi. Sabiylar sinfida 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar bor. Bu sinfda o'yin orqali harflarni tanishni asos qilib dars o'tildi. Hamda ona tili kuchaytirish sinfida 5 yoshdan 6 yoshgacha bolalar bor. Bu sinfda bo'lsa harflarning har qaysi shakllarini ayirish, so'z yasash, jumla tuzishni asos qilib dars o'tildi. Erkaklar sinfida 7 yoshdan 8 yoshgacha bolalar bor. Bu sinfda oddiy tekstlarni o'qib tushunish, so'zlik va jumla tuzishni asos qilib dars o'tiladi. Sarkilar sinfida 8 yoshdan 11 yoshgacha bolalar bor.
Bosslarninki bo'lsa tekstlarni ravon o'qib tushunish, so'zlik oshirish mashqi va oddiy yiziqchilikni asos qilib dars o'tildi. Maktabimizdagi muallimlarninki tajribasi bo'lsa, hamda yaxshi, mana bolalar yaxshi ko'rishi va saviyasiga mos kelgan holda dars planini tuzib, material tayyorlab dars o'tish. Har haftalik o'tilgan darslardan kunlik topshiriq tayyorlab, har bir sinfninki ota-onalar oilada ishlashga berish. Ondan keyin kitob o'qish va she'r reklamatsiya qilish faoliyatlarini elib berish qatorliq usullar orqali biz shu o'qishning unumini yuqori ko'tardik. Bizning qisqagina ona til xizmatida qanday qilib bolalarning ona tilini o'rganish qiziqligini oshirish masalasining muhim masala ekanligini his qildik. Hamda bu masalani oila, maktab va musharqachalardagi Uyg'ur jamoatining o'rtaq tirishishi, o'rtaq kuch chiqarishi, hamkorlashish natijasida yaxshi hal bo'ldi deb ishonamiz. Oxirida ona tilimiz uchun kuch chiqarayotgan barliq pedagog ustozlarga va ota-onalarga salom yo'llaymiz. Alloh ajringizni ziyoda qilsin. Rahmat. Qadrli anglag'uchi do'stlar, endi Sidney Umid ona til maktabidagi omoq o'yinchilarimiz bizga zodi qanday sovg'alarni ilib keldiki, birlikda anglab boqaylik. Assalamu alaikum, mening ismim Navzat. Salam xat. Assalamu alaikum, kamdidar buva. Yıllar keldi, kamdidan saqlasam mama. Görəlmədim sizlarni aramız uzaq. Kanalmadım çidarman sizlarsiz qandaq. Telefonda sözləşdik, gəplərim çala. Soraysızlar Uygurca bilmemdu bala. Mən kimlərdən ögünəy, İşleydu dadam. Həmmə dərsdə yüz aldab kinaydu anam. Qulğumda yangraydu kucaklarınlar. Telpündürər tinimni kucaklarınlar. Mən Uygurca ögünəy, səvəb kılınlar. Ata anam ögətsin. Assalamu alaikum, mening ismim Ihsan Yasin. Meni hazır Uyg'on degan she'rini deklamatsiya qilib beraman. Uyg'on, ey peqir Uyg'ur, uyg'on, uyqung yetar. Senda mal yo'q, amdi ketsa jon ketar. Bu o'limdan o'zingni qutqizmasang, ah sening haling xatar, haling xatar. Qop dedim, beshing kutur, uyqungni och. Raqibin başını kes, kanını çaç. Göz açıp etrafına obudan bakmasan, ölsen armanda bir gün na ilaç. Hilimu cantızga okşaydı tinin. Şuna yok mu ança ölümden gımen. Kıçkarsam kımirlimayla yatsan. Uyganmay ölmekçi mu sen şu bitin. Gözünü yuğan açıp etrafına bak. Öz iqbalın haqida o'yla uzaq. Ketsa qo'ldan bu g'animat fursati. Kilachak, eshing chataq, eshing chataq. İçinar ko'nglim sana ey Uyg'urim. Septishim, qayrindishim, beri to'qqinim. Kuyunib halingga uyg'otsam seni. Anglamaysan zodi nima bo'lganing. Keladi bir kun pushaymon qilasan. Taktika gapning shu chog'da yetsan. Qap desang o chog'da ulgurmay qolar. Shunda Uyg'ur so'ziga tan berasan. Rahmat.
muhabbatdan o'zgaga yetmaydigan qisqagina hayotliq harakat, tirishish va kurash demakdir. Biz uchun qimmatdir ma'nilik hayot. Hayotliq kishiga faqat va faqat birli qitim keldi. Muhimi uni qandoq yashash emas, balki millat uchun qanchalik xizmat qilishdir. Yaponiyadan iborat ilmning va ilmli kishilarning qimmatini biladigan, ammo keskin raqobatlarga to'lgan bir janggohda Uyg'urning shundoq bir harmas tulpor bor. Bu qitimliq ma'nilik hayot sahifamizda faxrli doktorimiz Ahmadjon Abdurim apandining hikoyasini anglaymiz. Assalomu alaykum Ahmadjon aka, qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingizdan intayin xursand bo'ldik. Sizga rahmat ziyorat qilganingizga. Assalomu alaykum radio anglag'uchilar. Mening ismim Ahmadjon Abdurim. Eng oldi bilan Uyg'ur tarixida sizdek bir qadrlik o'g'lonimizning bo'lganligidan faxrlikmiz. Balkim anglag'uvchilarimiz bu so'zimni anglagandan keyin intayin hayron qilishi mumkin, chunki Yaponiyadan iborat ilmning va ilmli kishilarning qadrini qilgan bir davlatda o'zimni yashab baqqan. Sizdek zo'r natija bilan hatto yaponliklarga boshlamchi bo'lish bu haqiqatan oson ish emas deb o'ylayman. Bu to'g'riliq suhbatimizni oxiriga ilib qo'ysak, sizning mana bugünkidek tirishish ro'yingiz ota-onangizning sizga qoldirgan ta'siridan, shundaqla oila tarbiyangizdan bo'lgan deb qaramsiz. Rahmat. Men o'zim to'lgan yerim Urumchi bo'ladi. Ota-onam Xinjiang san'at institutining ma'lumlari. Kichikdan tortib ota-onam aytimi shu o'qish yerda bizni ching tutgan. Dadam kichik vaqtida intayin qiyin turmushlar kechirib, shu G'oljiniki noilarini shunda taslikda o'qishni davomlashtirib, Tsinghua universitetiga o'tgan. 58-yili. Şu çağlarda Uygurlardan aşı Tsinghua Üniversitesi bardağı adamlar intayin az. Çünkü dadamlar şu vatanı güllendirimiz dep maşinsazlık fakültesini berip şeyde maşinlarını yasaşına üyengen yaptı. Özü aşağıda 8 yılda okuşlarını bitirip vatanga qaytib kelgan. Kichik vaqtimizda dadamız daim deydi. Biz o'qishda qanday qildik desang, balam. Biz attigin saat 5 turib, o'tin terib, buni mazar apirib, shu yerda setib, onundaki maktab borimiz deydi. Shu boshqa har qatim dadam shu tarbiya qilgan chaqda o'zininki burunqi o'tmishlarini deb birdi. O'zi qanchalik qiyinchilikda o'rganganlarini biz deb bergandan keyin men shu ta'sirlarni oldim. Ananikin dadamning yana bir yeri shu bilim jihati bek joyili qildi-chu. Bir ishini qilsang joyili qilib, ay beshik chiqarsang cho'qib o'tib chiqsa degan gaplar bor. Shu gaplarni anglagandan keyin o'zimmi asosda shu tabibanga qiziqib, Urumchiniki 17-o'rta maktabga kirib, o yerda to'liqsiz bilan to'liq o'rtani bitirib, andan keyin 88-yil oliy maktab o'tdik. Andan keyin ishkirlikka oliy maktab berish uchun 1 yillik tayyorlik qildik. O'tgan maktabim Beijing universitetidagi geologiya fakultetining geoximiya kasbi bo'ldi. Beijing universitetiga mamlakatning har bir yerdagi dangli o'quvchilar yig'ilg'achqa biz vatanda o'tgan 3 Uyg'ur bor, uchimiz intayin qattiq tirishdik. Chunki o yerdan o'tgan butun Xanzo o'quvchilar kuchli bo'lg'achqa biz shularni ustimiz deb yerim kecha to'xtamasa projektor yandırıp biz o'qib kelgan. 1989-yillari Beijing universitetida o'qishga berish shu davrga nisbatan katta sharaflarning biri. Hozirmi shundaq albatta, oliy maktab imtihon tayyorligida zodi shu Beijing universitetining geologiya kasbiga o'taman deydigan bir orzu bilan tirishqanmidingiz? Ondan emas. Men kichikdan tortib modellarni yasashni nayt qiziqatdim. Nurg'un kashfiyotlarni qilib kelgan. Kichikdan bir narsani yasab turatdim. Onundan keyin to'liq o'rta o'tgandan keyin butunlay radioga qiziqdim. Radiolarni qurashtirib, televizorlarni yasab, hatto kir olg'ularni yasab degandek, remotchidek elektron kasbi intayin qiziqqan. Oliy maktabda cho'qim elektronlik injener kasbini o'qiyman deb shunda niyat qilgandim. Afsus, 1989-yili Beijing universiteti bizni qabul qilgan chaqda bizning vatanga aran 3 kasb edi. Geologiya, geofizika, geografiya 3 kasbdan boshqa narsa yo'q. Shuning bilan men darhol shu yerda o'ylaganim geologiya kasbini tanlay deb. Nima uchun desangiz bizning vatandami go'harlar chiqqan. Hatto bizning eng dangli xotin qashdishimiz bor. Shu to'g'riliq bo'lsa bir tadqiqot qilay deb shu kasbni tanladim. Oliy maktabni tamomlab Yaponiyaning Kyoto universitetiga kelibsiz. Yaponiya turmushining intayin jafoliq ekanligini bilib turib, nima uchun Yaponiyada bilim oshirishni tanlagandingiz? Birisi geologiya sohasida eng ilg'or oldi ketib qolgan davlatlardan Amerika, Angliya, Yaponiya turdi. Asiya hamda Yaponiya bizga nisbatan intayin yaqin. 1993-yili men dal oliy maktabning 4-yili chiqqan chaqda Yaponiyaning Tohoku universitetining
Snagawa Ichiro professor xalqaro yig'inda Beijingga kelgan edi. Shu chaqda billiard olmosning kelib chiqish degan temada doklad bergan edi. Shuning bilan men o doklad anglagandan keyin intayin cho'nqur ta'sir oldim. Shuning bilan men o'zimmo shaxsan xotin qashtishini tadqiqot qilayotgachqa bu kasbni Yaponiyada davomlashtiray deb shu ma'lumiga xat yozdim. Mushu magistr bilan doktorlik kasbini sizni yaningizda o'qay deb shu xat yozib, aloqalashib Yaponiyaga kelishim. 2002-yili Kyoto universitetining doktorligini bitiribsiz. Sizning geologiya kasbingiz tabiiy fanlar ichida intayin murakkab ekan. Magistr aspirantlik va doktorlikni bitirgandan keyin hissiyotingiz qanday bo'ldiki? Albatta, har qaysi kishi o'zining kasb o'qigan chog'da osonlik emas. Bulubmu geologiya fakultetida o'zingiz o'qisiz. Asosiyatda biz nurg'unlagan tabiiy fanlarni o'rgangan gap. Oldi bilan matematika asosimiz, fizika, ximiya asosimiz bo'lmasa, bu fanni ip mang'il bo'lmaydi. Onundan boshqa jafoliq chidash kerak. Xuddi vatanimizda geologiyachi desa cho'qim paltoni ko'tarib, cho'qim tog'da yuradigan gap. Albatta, Beijing universitetimi har yil tog'larga berib, nurg'unlagan geologiyani tekshirish, kanlarning shakllanish usuli, shu yerdagi moddalarning bo'lishi, minerallar qanday qiyzaydigan shu usullarni hammasini o'rgangan. Yaponiyaga kelib shu kasbni davomlashtiraman degan niyat bo'lg'achqa Kyoto universitetini tanlab, shu yerdagi professor bilan aloqalashib, mushu kasbimni tanladim. Mushu magistr kirgandan tortib, oldi bilan yaponcha tilimni yaxshiladim. Yapon til maktabga kirib 3 oy o'qidim. 3 oyda o'zimning saviyamni xil yuqori ko'tarib, anikin yaponliklar bilan tang bevosita magistrlik imtihon berdim. Shu necha yuz o'quvchining ichida 45-ni ichi kiribdiman. Shu jarayonda atrofdagi o'quvchilarga ko'rsam, bu yaponliklar intan astoydil. Hatto men Beijing universitetida ko'rgan tadqiqot muhitidan texmo tadqiqotga ko'ngil berar ekan. Bo'libmi dunyodagi eng yangi asboblarni ishlatib, ki nurg'unlagan maqolalarni o'z oldiga kutubxonalarga berib, shu zamonlarda ko'ra oladigan holat bo'lg'achqa, shuning men Kyoto universitetida bu sharoitni nihoyat qimmatli deb ko'rib, har qanday jafo bo'lsa-mu, sharoitning ichida jiqilgan o'rganish, tadqiqot usullarini ham tajribalarni o'zlashtirdim. Angliya Go'har ilmiy jamiyati baholash salohiyati bo'lgan FGA unvoniga erishgan odam butkul dunyoda 1500 atrofida ekan. Shundaqla Yaponiyadagi bu sharafga erishgan taxminan 150 odamning biri bo'libsiz. Undaqda mushaqqat tushuncha berib o'tsangiz. FGA deganda bu Angliya Go'har tadqiqot jamiyati qurilgan dunyoga e'tirof qildiradigan bir kasb. Go'har tadqiqotchi sifatida e'tirof qiladigan bir ma'rif kasb. Bununla dünyadaki bütün go'har tadqiqot qilaman degan kishilar 2 yillik darsni anglab, shuningga imtihon berib, bu unvonni oldigan gap. Xuddi biz magistrlik, doktorlik olgandek, siz 2 yil go'har tadqiqot kasbida o'rganib, shu imtihonni berib o'tsizda, hamda menmo shu kasbda geologiyachi bo'lib, mineral tadqiqot qilib, hamda xizmat hayotimda go'har tadqiqot bo'lmoqchi bo'lgancha, shu unvonni ilishga to'g'ri keldi menga. Oldi bilan go'harlarni to'liq tushunish uchun. Shuning bilan bu darsni 2 yil to'rda anglab, butun inglizcha topshiriqlarni yozib, andan keyin imtihon berib, xudo shukri, nihoyat o'ngishli, shuningdan imtihon o'tib, shu Yaponiyadami 1960-yildan boshlab berganlar bor ekan, hozirgacha 150 atamdek o'tgan o'xshaydi. Shuning ichida men birisi bo'lib, nihoyat g'ururlandim. Chunki rasmiy go'har tadqiqotchi bo'lib, dunyoga hamma borsak FGA degan unvon borki degan gap bo'ladi. Shunga bizning ism kartochkaning ustida FGA deb yozib qo'yamiz. Rivoyatni tug'ar rivoyat. Muhabbatni tug'ar muhabbat. Yaxshilikda bor gulning uzlig'i, dil xonasida saqlanar abad. Adabiyot dunyosi. Ey ana til bizga sen qalgan ulug'lardan nishon, sen bilan ruhi zaminda iftixorlang'im kelar. Мәсәл, мақтанчақның ақыбеті. Ilgari avat bir tağ ormanlığıda xilma-xil hayvanatlar yaşaydı ekan. Yolvaz dadısının ornuğu padişah bolğandan keyin aldığı uçurğanı yeb, xalığını boğup öldürüp veripdi. Hayvanatlar taraf-tarafga qechib ketib,
o'rmonliqda yo'lbosning vaziri tulkilar yolg'iz qoldi. Tulki o'zidan andish qilib qutulishning chorasini izlabdi. Yo'lbosning maqtashni yoqtirgan xuy-paylini bilgachga, Alilari, o'zlarining bo'g'isi yo'lg'as xo'jam, nihoyat qomatlik, botir edi. Shikarga to'li chiqatdi, xalqa vaqtida taqdan taqqa sakrab, botirlikni mashq qiladi. O'zlarining xuy-paylimi ayni yo'lg'as xo'jamga o'xshab ketadi. Debdi tulki quyrug'ini shiponglatib. Belli. Sen buvamning bu fazilatlarini nima uchun manga balduroq so'zlab bermiding? Debdi yo'lbos xushalligidan kerilib. Ulug' shoyim o'zlaridan tap tortib so'zlamagan edim. Otasining izini balasi bosadi degan maqoli bor. Sizlar bo'g'larning maharatini mashq qilib tursizlar, bo'g'lardan bahodir shah bo'lib ketdilar. Debdi tulki ikki puklanib. Maqtanchoq yo'lbos bu so'zlarni anglab, sen hayotingda tunji qitim to'g'ri gap qilding. Bu tog'lardan tog'lar sakrash men uchun hech gap emas. Debdi-da, o'zi turgan tog'dan ikkinchi tog'ga qarab sakragan ekan, tog' jilg'isi orlig'idagi to'xtam suvga tushib o'libdi. Aziz anlıqçılar, her gün onlarga xotirjamlik va natijalar tilish bilan bu qadamli programmamizni oxirlashtirmoqchimiz. Kelar qatimliq anglitishimizcha sizlarni kutamiz. Sirdishinglar Dinzodbek Aziz sizlar bilan birga. Kelar qatimliq programmamizgacha Rana G'upur yanada go'zal mazmunlar bilan sizlarni kutadi. Xayr do'stlar, ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar.